Endi shu combo boxga men oddiy bir misol ishlay. Ya'ni text boxning ichiga kirgizilgan xatlarningki xat nusxasini o'zgartirgan bir program yozaylik. Avval forumningki load adisiga for jumlasi orqali barliq shu kompyuterimdagi mashg'ulot sistemasidagi xat nusxalarini combo boxga chiqaradigan bir qancha program yozdim. For xmr it deganim tang birdan boshlab shu kompyuterning ichidagi xatlargacha, xatningki tartib nomerining eng oxirgi chekigacha. Ya'ni mushningdan birini elvatgan qimmatgacha. Ya'ni birdan boshlab scrum font count'ningki eng oxirgi qimmatigacha deb yozib qo'ydim. Endi combo birningki item deganimiz usul, bu shu xarakter oladi, indeks tartibi bo'yicha tartiblaydigan xarakter. Shunga bu yerga men scrum fontsningki xmr it ga udil kelgan tartibini xmr it deganimiz eng oxirgi xatning eng cho'ng kontigacha, ya'ni tartib nomeriga tartiblaydi-ku. Masalan, vizital xat bo'lgan bo'lsa, konti viz chiqqan bo'lsa, shuningdan birini elvatgangacha qimmatini davrilaydi. Bo'lsa, mishni shuning har birisiga, masalan, bir vaqtida 1 ga, 2 vaqtida 2 ga udil kelgan, ya'ni konti qancha bo'lsa, shuncha bo'lgan xat nusxasini combo birninki ichiga yo'llab berdim. Undan keyin next xmr it deb qo'ydim. Programni qo'zg'atsam, mush programma combo boxning ichiga, kompyuterning ichida bor xat nusxalarini tartiblab qachlab turdi. Uyg'ur kompyuterli jamiyatning xat nusxalari bor ekan-ku. Ham buning orqali biz har qatim buningga last qo'shmasdan programmaning, ya'ni turni last degan tur qo'shmasdan kimning kompyuteriga shu programmamiz qachlansa, shuning kompyuterdagi xat nusxalarini combo qachlab turgan tuzib oldik programni. Endi yana combo boxni qo'shib turib, mushningki change'siga yoki klikiga, chekilish hadisiga bundaq program yozdim. Text birninki font names deganim tang combo birninki textiga deb qo'ydim. Ya'ni text birninki ichidagi xatninki xat nusxasi combo birning ichidagi textga tang bo'lsin dedim. Programni qo'zg'atdim. Aklab ma'noga chiqsam xat nusxasi o'zgaryapti-da. Masalan, Uyg'ur kompyuterli jamiyatning xat nusxasini o'zgartirib qo'yay. Kavak xat nusxasi, kavak. O'zgardi text box degan, text berdi. Masalan, Muxtar Ro'zi yoki xmr it chekitcom deganlarni men tuztom xat nusxasini o'zgartirib qo'yay. Uyg'ur kompyuterli jamiyatning tuztom xat nusxasi o'zgardimi? O'zgardi. Demak, shundaq yerlarda combo boxni ishlatamiz. Biz misoldan shu kompyuterning ichidagi barliq xat nusxalarini combo birning ichiga urib chiqarishni tushundik. Oddiy o'smi, nechimiz qanday usul orqali shuni bir taraf qilganligimizni tushundik. Ham bu yerda biz diqqat qilgan mendaq bir qancha masala. Bu yerda font count debdi. Mush comboninki shundaq count, ya'ni shundaq narsalar bormi? Yoki har bir turi qo'shilgan vaqtida buning tartib nomeri bo'lamdi. Degandek mush bir qator mazmunlar bizningki kallamizga shundaq bir narsalar bormi yo'qmi degan tushunchani keltirib qo'yish mumkin. Rostla shundaq bir xil savol kallamizga kelgan bo'lsa, biz bir misol ishlab boqaylik. Chekilish hadisiga mundaq bir program yozib boqaylik. Comboninki chekilish hadisini tanladim. Chekilish hadisini tanlagandan keyin meningki captioni, me deganimiz forum birdi. Shu ko'znakninki mavzusi toniga combo birninki last count deb bakangu mayda. Last deganimiz turte count and last count deganimiz nima ko'rib boqaylik. Last count'ni chiqarib berma dedim. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan keyin xat nusxalari ma o'rinda bor ekan, men programni comboninki klik chekilish hadisiga yozibman. Qolgan bir xatni tanlay. Eng dastlabki birinchisini tanladim. Tanlasam 236 deb chiqarib berdi. 236. Ham bu yerda qarsam, mush eng oxirgisini cheksam 236, o'rtadagini cheksam 236, eng beshikki tunji xat nusxasini cheksam 36 chiqadi. Demak, bu yerdagi last count deganimiz mush qo'shilgan turninki tartib nomeri, ya'ni soni nechadan ekanligini ko'rsatib turdi.
necha dona ekanligini. Last count deganimiz mush turlarninki soni. Qancha tur borligi to'g'risidagi son. Biroq bu haqiqiy komboning ichidagi sonlar bilan o'xshash chiqmaydi. Ya'ni birisi ortiq chiqadi. Shuning uchun men bu yerda agar buningdan birini elib etsam, programni qayta qo'zg'atgandan keyin ben xohlagan bir turini cheksam, mush komboning ichida 235 dona xatninki borligini bilalayman. 235 dona xat nusxasi bor yoki 235 dona tur bor demakchi. Endi men mash komboning ichidagi turlarni last count orqali bilalayotgan, ya'ni jami necha tur borligini last count orqali bilalayotgan. Unda bo'lsa, men mash last countdan boshqa yana boshqa usullar bilan bilalayman. Biz sinab boqaylik. Komboninki last countdan boshqa yana komboninki ayrim bir xosligi bor. New index, yangidan qo'shilgan indeks yoki yangidan yangi qo'shilgan indeks demakchi. Masalan, yangi bir indeks, yangi bir tartib qo'shilsa, o shuni yangi qo'shilgan turi bo'ladi. Bu turninki bir indeks bo'ladi. Davos programni qayta qo'zg'ab qo'y. Qo'zg'atib, men eklab man tanlasam 235, eng oxiridagini tanlasam 235 chiqadi. Sababi nima? Chunki eng oxirida qo'shilgan tur buning 235-bo'lib qo'shilgan. Ham mush eng oxirida qo'shilgan tur komboninki eng yangi turi hisoblandi. Shunga buningda yana 235 dan tur bor deb new index yangidan qo'shilgan tartib deb oladi. Bu yerdagi new index degan xoslik komboga eng yangi qo'shilgan turninki indeksini bildirdi. Xo'sh, endi new index bilan last countni tushundik. Last count bilan new index har ikkilisi shu turlarga munosabatli narsa. Unda bo'lsa her bir xatninki o'zining tartib nomeri bor. Masalan, her bir turninki o'zining ayrim tartib nomeri bo'lamdi. System deganning bir tartib nomeri, bir belgi ortiq system ekan-ku, mushu xat nusxalarining ayrim tartib nomeri bir-birisiga o'xshamaydigan tartib nomeri bormi yo'q? Albatta bor. Unda bo'lsa, buni zoda qaysi xoslik orqali bilalaymiz. Men programni to'xtatdim. To'xtatgandan keyin men komboninki last index degan xoslikni ishlatib boqay. Last index. Endi programni qo'zg'atdim. Mushuning ichi qo'shilgan, ya'ni load ijro qilib tunji qo'shilgan tur 0 dan boshlandi ekan. 0 dan boshlanib, shu xatninki kompyuterning bor xatninki kontiga chekkan, ya'ni eng oxirgi tartibiga chekkan. Unda bo'lsa tunji qo'shilganning indeksi nima bo'ladi ko'rib boqay. Birinchi qitim 0 ni ilib 0 indeksli xatdan birini qo'shadi. Bu turgimi 0 indeks holatida qo'shiladi. Ya'ni chunki indeks 0 dan boshlandi tartib nomeri. Birinchisi 0 ekan. İkinci turni mundaq besib baqsam 1 ekan. Unda bo'lsa eng oxirgi turni besib baqsam 235 ekan. Demak, har bir xat nusxasining o'xshamaydigan tartib nomeri bo'ladi. Buni biz last index, tur indeksi, turning tartib nomeri degan xoslikdan foydalanib bir taraf qilamiz. Last box tur. Bu mu tur tanlash, tur qo'shish uchun ishlatildi. Buningki combo box o'xshamaydigan bir qancha taraflar bor. Tur qo'shish combo box tur qo'shganga o'xshash. For a deganimiz tang 1 2 10 last birninki itemsi a. Akes a. Programni qo'zg'atsam 1 dan 10 gacha tur qo'shib berdi. 1 dan 10 gacha 10 dan tur qo'shib berdi. Last box mu o'xshashlam ko'p ishlatilgan qurollarning birisi. Masalan, widgetning turi, nomi, ismi, yo'li yoki xosligi degandek turlarga last boxni ko'proq ishlatamiz. Buning o'xshamaydigan bundaq bir qancha xil xosligi bor. Birisi Colmenes. Bu mushu navbatdagi yechilgan rayonda ko'rsatilgan qursonni belgilaydi. Agar 0 bo'lsa, tik qur bo'yicha ko'rsatadi bu. 0 bo'lsa, tik qur bo'yicha ko'rsatadi. Mana sal kichiklatib programni qo'zg'atsam bir surgish chiqdi. Bu tik qur bo'yicha bir taraf qilib berdi. Agar mushning ichida 2 qur bo'yicha bir taraf qilib bersa, desam, har nim qilganda 2 qur, ya'ni 2 dan 2 dan ko'rinib, yoniga retlanib tizilsin desam, men Colmensini 2 qilib tangshab qo'yman. 2. Programni qo'zg'atsam ham 2 qur ko'rsatdi. Tik surgich emas, yantu surgich chiqdi. 2 qur ko'rsatdi. Agar bir vaqtda 3 qur ko'rsatsa yo 4 qur ko'rsatsin desam, o'xshash mashay kirgizib berman. 4 dedik, turni bir oz ayintay, yuzgacha bo'lsin. Programni qo'zg'atib qarasam hamda har qaytimda 4 qurliq narsa ko'rsatyapti.
Her bir tanlasam 4'ni ko'rsatadi. Hergiz 5-si ichilmaydi bu yak. 4. Her sürgende 4'tün ko'rsatadi. Coleman xasligi sistem bo'yicha necha sistem bo'yicha ko'rsatishni belgilaydi. Multi-selected ko'ptir tanlash. Programni qo'zg'atib, men hozir mana bundaq tanlasam faqat birli turini tanlay oladi. Shift knopkasini bassam o'xshash, control knopkasini bassam o'xshash, faqat birli turini tanlaydi ekan. Multi-selected deganning qimmatini men 1 qilib qo'ydim. 1 qilib tanlashab programni qo'zg'atsam, hech qanday knopkani basmay turib, 1ni tanladim, 23ni tanladim, 35ni tanladim, 16ni tanladim. Xohlaganini tanlasam bo'laverdi. Tanlashni amaldan qoldirmasam, yana bir qatim cheksam tanlash amaldan qoladi. Demak, hech qanday knopka bosishning zaruriyati yo'q. Faqat mouse bilan chekib qo'ysak, ko'pdir tanlay olamiz. Endi multi-selectedning qimmatini 2 qilib qo'ydim. 2 qilgandan yoq programni qo'zg'atib, hech qanday knopka bosmay turib, men tanladim, tanlag'ili bo'lmadi. Birini tanlab turib, control knopkasini bosib turib, 22ni tanladim, tanlag'ili bo'ldi. 34ni tanladim, tanlag'ili bo'ldi. Yana birini bosib turib, shift knopkasini bosib turib, 27ni tanlasam, hammani biroq tanlab berdi. Xuddi Windows'ninki tanlash iqtidoriga o'xshaydi-ku endi. Bu xil ko'p xil tanlash turini bekitish uchun multi-selectedni ishlatamiz. Shakli. Buning shakli odatda 2 xil qimmat oldi. 0 va 1 dan iborat. 0 olgan vaqtda odatdagi tanlash turi bo'ladi. Programni qo'zg'asam odatdagi bir tanlash turi bu. Endi shaklninki qimmatini men 1 qilib o'zgarsam bu checkbox altida bo'ldi. Ya'ni ko'p tur tanlash shaklida bo'ladi. Tur tanlash knopkasi va ko'p tur tanlash shaklida. Bu shu 2 xil shaklga almashtirishni ko'rsatadi. Style. Lastbox'ninki yana bir yoshirin xosligi bor. U cell count. Yani tanlanganninki necha tal ekanligini ko'rsatadigan. Mayaga mening caption deganim tang last birninki cell count deb yozib qo'ydim. Programni qo'zg'atgandan yoqim ayatim bir tur tanlasam 1 deb chiqadi. Endi yana boshqa bir turni tanlasam o'xshash yana 1 deb turdi. Sababi nima? Hozir meniki multi-selected esa ko'p tur tanlayolmaydi. Shunga men mana bir 0 dan boshqa xohlagan bir turga qo'yib qo'yib, programni qo'zg'atib, tanlasam 1, 2 tanlandi, tanlag'liqdan 3, 4 deb necha tal tanlag'liq bo'lsa, shuncha talning sonini ko'rsatib berdi. Ya'ni tanlangani qancha, tanlanmagani qancha degandek. Demak, cell count deganimiz tanlanganning soni. Lastbox'ning yana bir yoshirin xosligi bor. Bu xoslik o'xshashlanmayadi yo'q. Qarasak bu orliqda yo'q ekan, ya'ni S harfi bilan boshlangan xoslikda. Men yana forumninki logoga yozib qo'yay. Last birninki selected deganimizninki, ya'ni selected nechinchini tanlamoqchi bo'lsam, shuning indeksini kirgizib berman. Agar 5 ni tanlamoqchi bo'lsam, men 4 deb kirgizsam bo'ldi. Chunki indeks 0 dan boshlandi. 0 birinchisi, 1 ikkinchisi. Agar siz meni 0 dan boshlagan bo'lsangiz, o chaqda to'g'ri chiqadi. 0 dan qilib qo'ysam, 4-chisini tanlaydi. Bo'lmasa 1 dan qilsam 5-chisini tanlaydi. Endi men 0 qilib qo'ydim, 4-chisini tanlab bersin. Selectedning indeksi 4 bo'lganini tanlash rosa bo'lsin deb qo'ydim. Endi programni qo'zg'atsam, dal 4 ni tanlab berdim edi. 4-chisini tanlab berdim. Indeks 0 dan boshlanadigan bo'lganligi uchun 0 ga 1 1 udul keldi, 4-chisini tanlab berdim. Hemen yana o'xshashlanmoqning ostiga last birninki selected 10 bo'lganni deb qo'yay. Ya'ni indeks 10 bo'lganni tanlab bersin, ya'ni tanlash rosa bo'lsin, tanlangan 6 deb qo'ydim. Programni qo'zg'atsam 4 bilan 10 ni biroq tanlab berdi. Selected degani tanlangani, navbat tanlangan turi.